Atrofdagi bir aka yig'layapti-da. Nima yig'layapsiz desam, Xudo menga oxirgisini qiz berdi dedi. 5-qizim ham qiz bo'ldi, farzandim. Menga qiz kerak emas deb ayolimni ko'ndirdim. Birovga bersak, ertaga nima bo'lmasin-u, o'zimizni tanishtirib, astanovkaga olib chiqib, qonini to'yg'azib bering, ust-boshlarini bering, bilagiga ismini yozib bering, astanovkaga qo'yib qo'yaman. Olib ketib, boqib, katta qilsa o'shaniki bo'lib ketaversin. Savob bo'ladi. Xotinim ham ilojsiz xo'p dedi. Olib chiqib, qonini to'yg'azib, ust-boshlarini so'mkaga solib, bilagiga ismini yozib qo'yib qo'ydim. Qonni to'qligi uchun juda ham beg'am bo'lganligi uchun ovoz chiqarmadi. O bir asrga yaqin yana uyga olib kirib ketdim dedi. Ertasiga yana ham shunaqa qildi. Hech kim olmadi, yana uyga olib kirib ketdi. Indinisiga ham 3-kun ham olib kirgan, olib chiqib, olib kirib, endi o'zimniki ekan. Hech kimga endi bermayman, boqamiz deb boqdi dedi. Xudo o'g'il berdi dedi. 6-si Xudoning qudrati bilan erkalatib 3 yoshidan o'g'irlikni boshladi dedi. Biz uni endi yoshlik, sho'xlik deb biz dedi, hali erkalik deb biz qo'ni qo'shnikidan narsa ko'tarib chiqadigan bo'ldi. 1-sinfga borganda maktabda yonida qurut sotayotganda yarim qop qurutini ko'tarib kelibdi dedi. Uyimizni dedi ruchka bosib ketadi dedi. Sinfdoshlarini ruchkasi bormi, qalami bormi, o'chirg'ichi bormi o'g'irlab keladi dedi. Shunaqa o'g'ri bola bo'ldi dedi. Qarang, shunaqa ham o'g'ri bola bo'ldi dedi. Oxiri maktabni bitirmas detkalonnaga ketdi dedi. Detkalonnaga ketdi. Biz katta opalarni chiqarishni boshladik. Ayolim o'lib qoldi. Detkalonnadan xabar keldiki, bitasini pichoqlab qo'yganligi uchun qamoqqa o'tib ketdi endi. 3 yil o'tgandan keyin oxirgi kichkina qizimdan oldingisini turmushga bergan paytimizda bir hafta o'tib xabar keldiki, o'g'lingiz qimorda uyingizni yutqizib qo'ydi. Qamoqxonada qimorda uyingizni yutqizib qo'ydi. Uyni bo'shatmasalaring hammalaringni o'ldiramiz. Qizim ikkovimiz qoldik dedi. Hali tashab ko'chaga olib chiqib tashab kelgan qizim bilan qoldik dedi. Qizim bilan qoldik dedi. Uyimizni o'tib ketdi qimorga dedi. Qizim bo'lsa yig'laydiki, dada, xafa bo'lmay turing, men sizga uy olib beraman. Chevarxonamni bir chekkasida yashab turaylik deb, chevarxonasida yashab turib, kotej oldi dedi. Umraga jo'natdi. Umradan kelgandan keyin Spark olib berdi. Uy oldi.